Assalomu hurmatli obunachilar, bugun bitta 5 xonali 150 kvadratli xonadonni obzor qilib ko'rsatamiz. Kim terrasali xonadonni lokatsiyasi zo'r, metroni oldini izlayotgan bo'lsa, ana shu insonga mana shu xonadonimizni yuborib qo'yib, bitta lakcha bosib qo'yamiz. Obzor boshlaymiz, qani ketdi. Xo'p. Bu yoq kirish qismimiz bo'ladi. Bu yerdan qarang, stroyniy kod degan shkaf qilingan. Domofonimiz bor, 5 xonadan iborat. Bu yoqda общий sanuzilimiz joylashgan. Remonti idealniy qilingan, oppoqqina remont qilingan, uyimizga 100% cho'pli pol qilingan. Bu yerda esa yana bitta detskiy xonamiz bor. Xo'p, detskiy xonamiz, bu yerda esa oshxonamiz joylashgan. Oshxonani ko'ryapsizlar. Juda ham prostorniy, keng qilingan, 100% cho'pli pol. Bu yerda ochiladigan oyna, polniy panorama oyna qilingan. Bu terrasa qismimiz yopiq terrasamiz, lekin hamma oynalarimiz ochiladi. Panorama oyna qilingan va bu yerda o'tiradigan zona qilingan, 6 tali yozgi maza qilib o'tirasiz. Bu yerda ham polni oynalari panorama, bu yerda mangal, barbekyu, tandir, o'choq qilsa bo'ladigan joy ajratilgan do'stlar. Xo'p. Endi bu yoqni ko'rsatib chiqaman. Bu esa zal. Hamma xona alohida razdelniy zalimiz. Bu yerda televizorimiz joylashgan, kondyor bor. Xo'p. Bu yoq esa bolalar yotoqxonasi 2 tali qilingan. O'zining bu yerda shkafchiki bor. Xo'p, bu yoq esa yana ikkita spalnimiz joylashgan. Bu yana bitta spalni, bular standartdan katta 1,5 tali qo'yilgan va uyimiz ham kattagina, prostorniy, keng shinam qilingan. Patologimiz ham baland. Bu uyimiz orinchiri metro Hamza tish melichini oldida novostroyka oppoqqina. Bu master spalnimizning o'zida modda sanuzuli bor do'stlar. Xo'p, uyimizda 4 ta spalni, bitta zal, katta oshxona plus terrasalari bilan birgalikda do'stlar. To'liq ma'lumot telefon orqali ters. Hammaga rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin.